Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun biz siz bilan juda ham muhim hayotiy masala haqida gaplashamiz. Ayniqsa pensiyadagi aziz otaxon onaxonlarimiz va ularning yaqinlari uchun bu ma'lumot oltin qimmatga ega. Ishonchim komil, ko'pchilik bu haqda bilmaydi. Bilganlar esa to'liq tushunmaydi. Gap shundaki sizga tegishli bo'lgan, ammo ko'pincha unutib qo'yiladigan pensiyaga qo'shimcha to'lov bor. Ha, to'g'ri eshitdingiz, hukumat tomonidan belgilangan. Ammo ko'plab sabablarga ko'ra pensiyadan yashiriladigan yoki to'liq ma'lumot berilmaydigan qo'shimcha. Bu ma'lumot sizning moddiy ahvolingizni sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va ushbu videoga like bosing. Bu ma'lumotni imkon qadar ko'proq odam bilishi uchun juda muhim. Asosiy muammo O'zbekistonda pensiya tizimi doimo rivojlanib bormoqda. Umumiy qoida shuki, har bir fuqaro yoshi va mehnat stajiga qarab davlatdan pensiya oladi. Bu pensiyaning miqdori asosan sizning ish stajingiz va o'rtacha ish haqingizga bog'liq bo'ladi. Ammo pensiya tizimida shunday bir qoida borki, u har doim ham oddiy fuqarolar tushunadigan tilda tushuntirilmaydi. Men gapirayotgan qo'shimcha to'lov bu. Ijtimoiy himoya bo'yicha pensiya qo'shimchalari deb nomlanadi. Avvallari bunday qo'shimchalar ko'pincha tashabbuskor mehnat jamoalari, kasaba uyushmalari yoki mahalliy hokimiyat organlari orqali belgilanardi. Ya'ni agar sizning vaziyatingiz biroz murakkab bo'lsa, sizning holatingizni kimdir bilib, tegishli idoralarga murojaat qilishi mumkin edi. Lekin hozirgi kunda hamma narsa raqamlashib, avtomatlashib borayotgan bir paytda bu turdagi qo'shimchalar ko'pincha e'tibordan chetda qolib ketmoqda. Nega? Chunki tizim sizning barcha shaxsiy, ijtimoiy sharoitlaringizni avtomatik ravishda bilmaydi. Sizning uyda qarovga muhtoj qariyalar bormi? Nogiron farzandingiz bormi? Og'ir sharoitda yashaysizmi? Yoki siz uzoq yillar davomida davlat uchun juda muhim, ammo og'ir mehnat sharoitlarida ishlaganmisiz? Bu ma'lumotlar pensiya fondining avtomatik hisoblash tizimiga to'liq kiritilmagan bo'lishi mumkin. Bu esa degani sizga qonundan tegishli bo'lgan pul. Siz bu haqda o'zingiz so'ramaslik va ma'lumot taqdim etmaslik sababli berilmay qolishi mumkin. Pensiya fondi sizning pensiyangizni shaxsiy ma'lumotlaringiz asosida hisoblaydi. Ammo barcha ijtimoiy imtiyozlar va qo'shimchalar uchun ko'pincha sizning shaxsiy arizangiz va tasdiqlovchi hujjatlaringiz talab etiladi. Bu esa aynan shu qo'shimchalarni yashirin qilib qo'ygan asosiy sabablardan biridir. Batafsil tushuntirish, nimani bilishingiz kerak? Endi keling, aynan qanday qo'shimcha to'lovlar haqida gap ketayotganini batafsil ko'rib chiqaylik va kimlar bunga haqli ekanligini aniqlaymiz. Bu yerda hamma ham qo'shimcha to'lovga ega bo'la olmaydi, lekin shunday imkoniyatga ega bo'lgan odamlar ko'p. Bu haqda bilish esa sizning majburiyatingiz, chunki davlat sizga yordam berishga tayyor. Faqat siz bunga o'zingiz ham intilishingiz kerak. Asosan GAP O'zbekiston Respublikasining fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonuni va Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlari va prezident farmonlarida ko'zda tutilgan, lekin pensiya fondi tomonidan avtomatik tarzda hisoblanmaydigan ijtimoiy yordam choralari haqida ketmoqda. Ularni odatda pensiyaga ijtimoiy qo'shimchalar deb atash mumkin. Bu qo'shimchalar fuqarolarning hayotiy sharoitlarini hisobga olishga qaratilgan. Birinchi toifa. Qaramog'ida mehnatga layoqatsiz oila a'zolari bo'lgan nafaqaxo'rlar uchun qo'shimcha to'lov. Agar siz pensiyada bo'lsangiz va qaramog'ingizda mehnatga layoqatsiz oila a'zolari bo'lsa, masalan, eri yoki ikki guruh nogironi bo'lgan farzand, voyaga yetmagan nabira, ota-onasi bo'lmasa, nogironlikka ega turmush o'rtog'i yoki keksaygan, o'ziga o'zi xizmat qila olmaydigan ota-onangiz bo'lsa, siz qo'shimcha to'lovga haqli bo'lishingiz mumkin. Pensiya tayinlashda shaxsning o'zi va uning mehnat staji hisobga olinadi. Pensiya fondi sizning uy sharoitingizdagi oilaviy ahvolingiz, qaramog'ingizdagi shaxslar soni va ularning mehnatga layoqatsizligini avtomatik ravishda bilmaydi. Bu ma'lumotlarni sizning o'zingiz taqdim etishingiz kerak. Qaramog'idagi shaxslar uchun ajratiladigan mablag'ni olish uchun alohida ariza bilan murojaat qilish kerakligining asosiy sababi ham shu. Ba'zida bu to'lovlar har bir qaramog'idagi shaxs uchun alohida belgilanadi. Bu pensiya miqdorini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Misol bir Nodira opa Toshkent shahrida yashaydi. Yoshi 65 da, pensiyasi 20 million 200 ming so'm. U butun umri davomida maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan. Uning yetarli yoshli qizi bor. Qizi bolalikdan guruh nogironi, mustaqil harakatlana olmaydi va doimiy parvarishga muhtoj. Nodira opa qiziga o'zi g'amxo'rlik qiladi.
pensiya chiqqanida unga faqat o'zining mehnat staji va maoshi hisobidan standart pensiya tayinlangan. Pensiya fondi xodimlari bu haqda batafsil ma'lumot bermagan yoki uni yig'ish kerak bo'lgan hujjatlar ro'yxatiga avtomatik kiritmagan. Agar u tegishli hujjatlarni qizining nogironlik guvohnomasi, tug'ilganlik haqida guvohnoma, turar joydan ma'lumotnoma taqdim etsa, pensiyasiga har oy kamida 200 ming so'mdan 350 ming so'mgacha qo'shimcha to'lov qo'shilishi mumkin. Bu pul Nodira opaning qiziga qaratayotgan parvarishni biroz bo'lsa ham yengillashtirardi. U 5 yildan beri bunday imkoniyatdan bexabar yashayotgan edi. Bu degani u 12 million so'mdan 21 million so'mgacha pulni yo'qotgan. Ikkinchi toifa og'ir va zararli mehnat sharoitlarida uzoq muddat ishlaganlar uchun. Ba'zi kasb egalari, masalan, konchilar, kimyo sanoati, temir yo'lchilar, metallurglar yer osti ishlarida, o'ta yuqori haroratli sexlarda yoki radioaktiv moddalar bilan ishlaganlar, shuningdek, uzoq shimol yoki tog'li hududlarda ishlaganlar qonun bo'yicha pensiyaga chiqishda alohida imtiyozlarga ega. Nafaqat imtiyozli pensiya yoshi, balki pensiyaga qo'shimcha to'lovlar ham ko'zda tutilgan. Bu ko'pincha maxsus ish staji uchun ustama deb ataladi. Agar siz bunday sharoitlarda ishlagan bo'lsangiz, pensiyangizni qayta ko'rib chiqishni so'rashingiz shart. Pensiya fondi avtomatik ravishda barcha maxsus staj turlarini hisobga olmasligi mumkin. Ayniqsa, agar sizning mehnat daftarchangizda yoki arxivingizda bu haqda aniq yozuvlar bo'lmasa. Ba'zan ish beruvchilar ham bu ma'lumotlarni to'liq taqdim etmasligi mumkin. Bu esa pensionerning o'zi bu haqida so'rab surishtirishiga va tegishli ma'lumotnomalarni taqdim etishiga to'g'ri keladi. Qashqadaryo viloyatining Muborak tumanidan Anvar aka yoshi 70 U butun umri davomida neft-gaz sanoatida, gazni qayta ishlash zavodida og'ir sharoitlarda ishlagan, 25 yili xavfli va zararli ishlab chiqarishda o'tgan. U erta pensiyaga chiqqan va unga odatiy tartibda 1 million 500 ming so'm pensiya tayinlangan. Anvar aka pensiyada maxsus ish staji uchun qo'shimcha to'lovlar borligidan bexabar edi. Uning pensiyasiga aslida xavfli va og'ir mehnat sharoitlari uchun har oy 1,5 ming so'mdan 2,5 ming so'mgacha qo'shimcha to'lovlar belgilanishi mumkin edi. Buni faqat uzoq yillar xavfli sharoitda ishlagani tasdiqlovchi hujjatlar, ish joyidan ma'lumotnoma, mehnat daftarchasidagi maxsus belgilar, arxivdan olingan ma'lumotlar asosida olish mumkin. 10 yil davomida Anvar aka bu pulni olmagan, bu jami 12 million so'mdan 4 million so'mgacha mablag'ni yo'qotgan degandir. Uchinchi toifa. Chekka va tog'li hududlarda doimiy yashovchi nafaqaxo'rlar uchun qo'shimchalar. Ba'zi hududlarda yashashning o'ziga xos qiyinchiliklari bor. Iqlim sharoitlari og'irroq, transport qatnovi cheklangan, infratuzilma rivojlanmagan bo'lishi mumkin. Davlat bu qiyinchiliklarni tan olib, aholini qo'llab-quvvatlash uchun turli imtiyozlar belgilaydi. Jumladan, ba'zi chekka va tog'li hududlarda doimiy yashovchi pensiya oluvchilarga esa pensiyaga ustama belgilanishi mumkin. Bu asosan hududiy omilga asoslangan qo'shimcha bo'lib, qonun hujjatlarida alohida ko'rsatilgan hududlar uchun amal qiladi. Agar siz bunday hududda yashasangiz, bu haqda pensiya fondidan yoki mahalliy hokimiyatdan so'rab surishtirishingiz kerak. Bu qo'shimcha ham sizning doimiy yashash joyingizni tasdiqlovchi hujjatlar asosida beriladi va uni olish uchun arizaga kirishingiz shart bo'ladi. Hududiy ustamalar ham pensiya fondi tomonidan e'tibordan chetda qolib ketishi mumkin. Chunki hududlar ro'yxati doimiy ravishda yangilanadi. Misol 3. Samarqand viloyatining Urgut tumanidagi tog'li qishloqda yashovchi mavjuda momo. Yoshi taqvimda pensiyasi 950 ming so'm. U bir umr qishloq xo'jaligida ishlagan. Qishloq sharoiti og'ir, transport qatnovi qiyin. Uning pensiyasiga har oy 10 ming so'm miqdorida hududiy ustama belgilanishi mumkin edi. Ammo bu avtomatik ravishda hisoblanmagan. Mahallada yashovchi faollar va uning yaqinlari unga pensiya fondiga murojaat qilishda yordam berishgandan so'nggina u bu ustamani ola boshladi. 75 yoshdan beri u bu hududda yashab kelayotgan bo'lsa-da, 5 yil mobaynida bu ustamadan bexabar bo'lgan. Bu degani, u 6 million so'mga yaqin pulni olish imkoniyatini boy bergan. 4-toifa davlat oldidagi maxsus xizmatlari yoki alohida ijtimoiy toifaga mansublik uchun. Bu yerga 2-jahon urushi qatnashchilari va nogironlari, mehnat faxriylari, maxsus unvonlar bilan taqdirlanganlar, Chernobil fojiasi oqibatlarini bartaraf etishda qatnashganlar, ba'zi turdagi davlat mukofotlari sohiblari, yolg'iz keksalar, shuningdek, boquvchisini yo'qotgan ayollar va boshqalar kirishi mumkin.
Ba'zida bu toifalar uchun umumiy pensiyadan tashqari qo'shimcha moddiy yordam yoki alohida qo'shimcha to'lovlar nazarda tutilgan bo'ladi. Ularning ko'pi avtomatik tayinlanmaydi. Chunki pensiya fondi bu ma'lumotlarga doimo ega bo'lavermaydi. Masalan, O'zbekiston qahramoni unvoni egalariga, shuhrat medali sohiblariga yoki boshqa shu kabi mukofotlarga ega bo'lganlarga qo'shimcha to'lovlar belgilanishi mumkin. Bu holatda sizning ma'lumotlaringizni yangilab borish va pensiya fondiga o'z mukofotlaringiz yoki ijtimoiy toifangizni tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etish zarur. Bu ma'lumotlar avtomatik ravishda fuqarolik pasportidan yoki bazalardan olinmasligi mumkin. Shuning uchun shaxsiy tashabbus muhimdir. Istisnolar, tuzoqlar va noaniq jihatlar endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Bu qo'shimcha to'lovlarni olishdagi ba'zi noaniq jihatlar, e'tibor berish lozim bo'lgan holatlar va tuzoqlar. Axir har bir qoidaning o'z istisnolari va nuansaslari bo'ladi. Bu esa bizni yanada ehtiyotkor bo'lishga undaydi. Birinchi va eng muhim nuansa: qo'shimcha to'lovlar hamma uchun emas. Yuqorida sanab o'tilgan toifalar, qonuniy asoslar mavjud bo'lsa-da, ularning har biri o'ziga xos mezonlarga ega. Masalan, qaramog'idagi shaxs uchun to'lovni olish uchun u sizning ro'yxatingizda bo'lishi va mehnatga layoqatsizligi tasdiqlangan bo'lishi kerak. Shunchaki oila a'zosi bo'lgani yetarli emas. Yoki og'ir sharoitdagi ish uchun qo'shimcha to'lov olish uchun sizning mehnat sharoitingiz qonun hujjatlarida belgilangan maxsus ro'yxatlarga to'g'ri kelishi shart. Bu ro'yxatlarda aniq kasblar va ish turlari ko'rsatilgan bo'ladi. Agar sizning kasbingiz shu ro'yxatda bo'lmasa, uni olish qiyin bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'z holatingizni tegishli qonun hujjatlari bilan diqqat bilan solishtirib ko'rishingiz zarur. Ikkinchi nuansa: to'lovlar yig'ilib ketmaydi va bir-birini istisno qilishi mumkin. Ba'zi qo'shimcha to'lovlar bir-birini istisno qilishi mumkin. Ya'ni siz bir vaqtning o'zida ikkita turli asos bo'yicha qo'shimcha ola olmaysiz. Pensiya fondi siz uchun eng foydali bo'lganini tanlashni taklif qilishi mumkin. Bundan tashqari qo'shimcha to'lovlar, agar siz ularni vaqtida olmagan bo'lsangiz, ko'pincha cheklangan muddatga hisoblab beriladi. Odatda bu muddat murojaat qilingan kundan boshlab oxirgi 2 oy uchun belgilangan bo'ladi. Ba'zi hollarda bu muddat 30 yilgacha cho'zilishi mumkin, ammo bu har doim ham shunday emas. Shuning uchun siz qancha oldin ushbu imkoniyatdan bexabar bo'lgan bo'lsangiz ham, sizga faqatgina belgilangan muddat uchun to'lovlar qaytarib berilishi mumkin. Undan oldingi davrlar uchun emas. Uchinchi nuansa: sharoitlarning o'zgarishi va pensiya fondini xabardor qilish majburiyati. Agar sizga qo'shimcha to'lovlar belgilangan bo'lsa va sizning hayotiy sharoitlaringiz o'zgarsa, masalan, qaramog'ingizdagi shaxs mehnatga layoqatli bo'lsa, mustaqil yashashga o'tsa yoki vafot etsa, siz og'ir hududdan boshqa hududga ko'chib o'tsangiz, sizga berilgan maxsus unvon bekor bo'lsa va hokazo, siz bu haqda pensiya fondini zudlik bilan xabardor qilishingiz shart. Aks holda siz ortiqcha pul olgan hisoblanasiz va bu pullarni qaytarib berishga majbur bo'lasiz. Ba'zida bu jarayon sud orqali ham hal qilinadi. Bu nafaqat sizning majburiyatingiz, balki keyinchalik yuzaga keladigan muammolarni oldini olish uchun muhim qadamdir. 4-nuansa: byurokratiya va shaxsiy tashabbusning ahamiyati. Afsuski, pensiya fondi xodimlari ham har doim sizning har bir sharoitingizdan xabardor bo'lmasligi yoki to'liq ma'lumot berishga ulgurmasligi mumkin. Bu ularning ishi ko'pligi, ma'lumotlar bazasining to'liq emasligi yoki oddiygina inson omili bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu masalada shaxsiy tashabbuskorlik juda muhim. Siz o'zingiz so'rab surishtirishingiz, kerakli hujjatlarni to'plashingiz va arizani yozishingiz kerak bo'ladi. Ba'zida bu jarayon bir necha bor borib kelishni talab qilishi mumkin. Shuning uchun sabrli va qat'iyatli bo'lishingiz muhim. Hujjatlarni topshirganingizda albatta ularning nusxasini qabul qilib olganingiz haqida pensiya fondidan belgi qo'ydirib oling yoki kiritilgan ariza raqamini yozib oling. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tushunmovchiliklarni bartaraf etishga yordam beradi. 5-nuansa: ma'lumotlarning raqamli bo'shligi. Garchi mamlakatimizda raqamlashtirish jarayonlari faol olib borilayotgan bo'lsa-da, barcha ma'lumotlar bazalari bir-biri bilan to'liq integratsiyalashmagan bo'lishi mumkin. Shu sababli pensiya fondi, masalan, mahallada yashovchi nogiron shaxs haqidagi ma'lumotga avtomatik ravishda ega bo'lmasligi mumkin. Siz ularni o'zingiz taqdim etishingiz kerak. Bu ayniqsa eski hujjatlar, arxiv ma'lumotlari yoki o'tmishdagi yutuqlar bilan bog'liq bo'lganda juda muhimdir. Barcha ma'lumotlar bir tugma orqali paydo bo'lib qoladi deb o'ylamang. Amaliy maslahatlar.
Nima qilish kerak xo'sh, aziz do'stlar? Bularni bilganingizdan keyin endi nima qilish kerak? Qanday qilib bu qo'shimcha to'lovni olish mumkin? Sizga aniq va bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beraman. Birinchi qadam, o'zingizni tahlil qiling va tegishli toifani aniqlang. Yuqorida sanab o'tilgan 4 asosiy toifani yana bir bor diqqat bilan ko'rib chiqing. Siz yoki yaqinlaringiz, ota-onangiz bu ulardan biriga kiradimi? Qaramog'ingizda nogiron yoki mehnatga layoqatsiz shaxs bormi? Og'ir va zararli mehnat sharoitlarida uzoq muddat ishlaganmisiz? Chek yoki tog'li hududlarda doimiy yashaysizmi? Davlat oldidagi maxsus xizmatlaringiz, mukofotlaringiz bormi yoki alohida ijtimoiy toifaga mansubmisiz? Agar ha javobini olsangiz, keyingi qadamga o'ting. Ikkinchi qadam, ma'lumot to'plang va maslahat oling. Bu yerda bir nechta yo'nalish bo'lishi mumkin. 1. Mahalla qo'mitasi, avvalo mahalla qo'mitasiga murojaat qiling. Mahalliy faollar sizga tegishli ma'lumotnomalarni olishda yordam berishlari mumkin. 2. Pensiya jamg'armasi bo'limi. Eng to'g'ri manzil bu. Sizga pensiya tayinlagan yoki to'layotgan pensiya jamg'armasining tuman shahar bo'limiga murojaat qilish. Xodimlarga o'z vaziyatingizni tushuntiring va qaysi turdagi qo'shimcha to'lovga haqli bo'lishingiz mumkinligini so'rang. Ular sizga huquqiy asoslar haqida ma'lumot berishlari va zarur hujjatlar ro'yxatini taqdim etishlari shart. 30. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, Yagona Darsha yoki ijtimoiy himoya agentligi imkoniyatingiz bo'lsa, Yagona Darsha markazlari yoki yangi tashkil etilgan ijtimoiy himoya agentligining hududiy bo'limlariga murojaat qilib ham ma'lumot olishingiz va arzangizni topshirishingiz mumkin. 3-qadam, kerakli hujjatlarni to'plang. Pensiya jamg'armasi yoki boshqa tegishli idoralar sizga bergan ro'yxat asosida hujjatlarni to'plang. Umumiy holatlarda quyidagilar talab qilinishi mumkin. Pasport asl nusxasi va nusxasi, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, maxsus ish staji uchun ish joyidan ma'lumotnoma, ish sharoitlari, bajarilgan ish turlari ko'rsatilgan holda arxiv ma'lumotlari, qaramog'ingizdagi shaxslarning tug'ilganlik haqida guvohnomalari, pasportlari, agar voyaga yetgan bo'lsa, nogironlik guvohnomalari, ular sizning qaramog'ingizda ekanligini tasdiqlovchi ma'lumotnoma, mahalla yoki uy-joy boshqaruvi tomonidan beriladi. Yashash joyingizdan ma'lumotnoma, chek hududlarda yashashni tasdiqlovchi, maxsus mukofotlar, unvonlar yoki ijtimoiy toifangizni tasdiqlovchi guvohnomalar, bank hisob raqamingiz rekvizitlari. Barcha hujjatlarning asl nusxalarini va bir nechta nusxalarini tayyorlab qo'ying. 4-qadam, arizani yozing va topshiring. Pensiya jamg'armasi bo'limida ariza blankasini berishadi. Uni to'g'ri va aniq to'ldiring. Vaziyatingizni va qaysi turdagi qo'shimcha to'lovga haqli ekanligingizni aniq ko'rsating. Arizaga barcha to'plagan hujjatlaringiz nusxalarini ilova qiling. Arizani topshirayotganingizda albatta uning qabul qilinganligi haqida belgi, shtamp, sana va qabul qilgan xodim imzosi qo'ydirib oling yoki kiritilgan ariza raqamini yozib oling. Bu sizning huquqlaringizni himoya qilishda muhimdir. 5-qadam. Jarayonni kuzatib boring va tasdiqni kuting. Ariza topshirilgandan so'ng u ko'rib chiqiladi. Bu jarayon ma'lum vaqt talab qilishi mumkin. Agar javob kechiksa yoki sizga noaniq javob berilsa, pensiya jamg'armasiga qayta murojaat qiling yoki yuqori turuvchi tashkilotlarga, masalan, tuman hokimligi, viloyat pensiya jamg'armasi murojaat qilish huquqiga egasiz. Har doim qonuniy asosda o'z huquqlaringizni talab qiling. 6-qadam, taslim bo'lmang. Agar birinchi urinishda rad javobini olsangiz, bu taslim bo'lish uchun sabab emas. Rad javobini yozma shaklida talab qiling va rad etish sabablarini aniqlang. Keyin ushbu sabablarni bartaraf etishga harakat qiling. Masalan, qo'shimcha hujjatlar to'plash yoki yuqori turuvchi organlarga shikoyat qiling. Ba'zida huquqiy maslahat olish uchun yuristga murojaat qilish ham foydali bo'lishi mumkin. Xulosa va yakuniy chorlov, aziz do'stlar, umid qilamanki, bugungi videomiz siz uchun juda foydali bo'ldi. Yodingizda tuting, sizning huquqlaringiz bor va davlat tomonidan ko'zda tutilgan qo'shimcha yordamga haqlisiz. Faqatgina bu haqda bilish va o'z haqqingizni talab qilish uchun harakat qilish kerak. Ko'pincha yashirilgan pensiya qo'shimchalari sizning harakatsizligingiz tufayli olinmay qoladi. Bu ma'lumotni o'z yaqinlaringizga, qo'ni-qo'shnilaringizga, pensiyada bo'lgan har bir tanishingizga yetkazing. Balki ular ham bu imkoniyatdan bexabar yashayotgandir. Siz bu mavzu bo'yicha qanday fikrdasiz? Siz yoki sizning yaqinlaringiz bunday qo'shimcha to'lovlarni olishga harakat qilganmisiz? Natijalar qanday bo'ldi? O'z tajribalaringizni sharhlar qismida yozib qoldiring.
bu boshqa tomoshabinlar uchun ham juda foydali bo'ladi. Videomiz sizga yoqqan bo'lsa, albatta unga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizga kelajakda yanada ko'proq foydali va muhim ma'lumotlarni tayyorlashga motivatsiya beradi. Sog' bo'ling azizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha